Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin $100, uchinchi o'rin 100 ming pul. To'rtinchi o'rin nima oladi? Videoda oxirida ko'ramiz. Nima yeging kelyapti? KFC'ni frisidan yegim kelyapti. Bo'lmaysizlarmi? O'zi qayerda KFC bor, hamma bu yoqqa qarab ketdi. Men ham hayronman. KFC hozir KFC'ni yaqini bu yoqda. Yugurishga yuguradi. Balla, KFC qadi edi o'zi. Biz qaydan topamiz? Aypoga KFC qayerda sotiladi? Mana yoqqa. KFC'ning frisi. Berasaki. Birinchi mana. Ana free, mana dedim. Ana $100. Uchinchisi. Ko'r, yugurma. Taqdirga tan berib kelyapti, ko'r. Он qaranglar, to'xta. KFC'mi bu? İçi shunaqa ekan. Так не должно быть. Nimaga biz bu yerda tanladik? 3 ta KFC bor. Magic'da bor, Oner'da bor, Samarqand darvozada bor. Chesniy o'yin bo'lsin. Bilib turibman, charchagansizlar, chanqagansizlar. Yarim litrli suvga almashaman. 2, 3. Buni olib boring. Siz ulgurmadingiz. Opani pulini berib keling, iching, chanqagansiz. Men sizniki dedim. Bu sizniki. Qaytarib bermadinglar-a o'zimni. Bering qaytarib. Hamma rozimi? Rozi. Hamma, lekin men bola rozi bo'lmadi. Sizga bitta mendan sovg'a bo'ladi. Men bilan birgalikda bugun ujin qilasiz. M3 competitionda men bilan birga katatsiya qilasiz. Rozimisiz? Siz rozimisiz? Kommentariyada deylar. Shu video rolik 10 mingdan oshiq like yig'adi. Yana xalq bilan birgalikda 100% Chesniy konkurslarida davom etkazamiz. Chesniy bo'ldimi? Like, Raisboy sila. Ketdi. Ujin qilasizmi men bilan? Bugun takoy joyga olib boraman. Все, bu bola bizlar bilan.